Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilari. Bizda Damas mashinamiz bor edi. Unga 3-pokoleniya metan uстановka qilib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Reduktor Laydo reduktor qo'yilgan. Xitoyda original reduktori. Mana simli sariq dachiklari, shlankalarni ham yaxshisidan qo'yib berdik. Keyin kulchatlarni mana 301 avto kulchatil qo'yib berganmiz. Ichkarida ko'rsatib turadigan kulchatlarni qo'yganmiz. Kimga agar metan propan uстановka xizmatlari kerak bo'lsa telefon qilaverasiz. Hozir orqa qismini ko'rsatib o'taman. Bunga qo'yilgan gaz ballonga kraynigimiz power kraynik qo'yilgan. Xitoyda original kraynigi. Zapchaslarimizga hammasiga 1 yil garantiya beramiz. Hozir bu xonamiz laboratoriya xona. Pechka bormi yo'qmi shuni tekshirib, men zapravkaga chiqaveramiz. Tagiga qo'yilgan gaz ballonlari ham Ekor gaz ballonlar qo'yib berganmiz. Lentalarni chiroyli qilib, kraska qilib, akkuratni qilib 3 ta polasa